Alloh hammaga o'zi kifoya qilsin. Asl yuzini ko'rib qo'ying. Bu O'zbekiston Kongo o'yiniga sotib olingan bilet. Shaxsan men o'zim sotib olgan bilet. Abdurahmon Fozilov yonida yurgan, ya'ni tashkiliy ishlarga aralashmaganman deyaptilar. Tengma-teng aralashganlar. Yonida yurgan Zafar akadan sotib olingan bilet. Biletning narxi donasiga $450 dan sotib olingan. Ya'ni ikkita biletga $900 to'laganmiz. Bu bo'lsa Abdurahmon Fozilov o'g'li bilan gaplashilgan голосовой chat. Ya'ni Kolumbiya O'zbekiston umuman общий hisobda jahon chempionati boshlanishidan oldin men terma jamoamizning formasini so'raganman. Komplekt $40 deb aytgan. Lekin vaholanki o'yinlar boshlangandan keyin futbolkasini o'zini kamida $50 dan sotishdi. Bu bo'lsa har doim kalla qo'yib yurgan Atabek Ayvash. Ishoning qitcha joydan bu, okey. Bunaqa bilet boshqa topa olmaysiz. Bu o'zimning biletim edi, o'zim biletimni sizga berib oldim. Hozir o'zimda bilet qolmadi. Men fan klubga bir amallab kirib olsam bo'ldi. Majina o'zi ancha-muncha so'rab yurdi. Sizga nasib qildi qani, okey. Atabek Ayvashni kalla qo'yib yurishi bu bizning uchun odatiy hol. Lekin yaqinda keyin jahon chempionatidan oldin hojiga borib kelib turib, hoji kalani gaplarni gapirib turib, lekin sizning gapingiz yolg'onligini isbotlab beruvchi mana men borman-ku. Portugaliya O'zbekiston o'yinidan keyin abresheni qildim, lekin hech kim unaqa ortiqcha e'tibor qilmadi. Aynan mana kecha bugun boshlandi, ya'ni mendan keyin qolgan Amerikadagi blogerlar ham gapirishni boshladi. Siz men o'sha videoda aytganman, bilmasangiz bilib qo'ying. Sizda bor og'iz, bizda ham bor. Sizda bor auditoriya, bizda ham bor. Bizda ham gapirishni bilamiz. Bizani jahlimiz chiqayotgan. Agar siz o'zingizni поведениyangiz yaxshi o'shaganingizda, nafaqat siz bu jamoaga mitti vaynlarni ham qo'shish arziydi, chunki ularni ham asl yuzini ko'rdik. Oyoq uchida ko'rsatib ketib, "Ey, Amerikadagi o'zbeklar eng past oylik ishlaydiganlar ham cho'ntagida kamida $4,000 pul bilan yuradi." Ya'ni o'ziga yarasha urvini bor. Siz bu narsani his qilishingiz kerak. Biz Amerikadagilar sizlarni oyoq ostidagi qolish uchun bu yerda Amerikada yurganimiz yo'q. Bizlarning ham o'zimizga yarasha kuzatuvchimiz, o'zimizga yarasha hurmatimiz bor.